Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun yana Andijon viloyatiga tashrif buyurganmiz. Bu yoqda Imprint degan mas'uliyat cheklangan jamiyat bor ekan. Bu yoqda isitish maydonimiz 3000 kvadrat metr. 300 modelli kachorimizni tavsiya qilgan edik. Dastlabki qilib yetkazib berish ishlarini olib borganmiz. Mana hozir yoqib tushuntirish uchun tashrif buyurdik azizlar. Mana kachorimiz xudo xolasa chiroyli holatda ishlab turibdi. Bu yoqqa filtr ham qo'yib olingan. Ekologiya tomonlama ham muammo bo'lmaydi. Avrora ketdi ochinchi aka. Alangani ko'raylik aka. Chiroyli holatda yonib turibdi. Bitta baho berib qo'yasizlar akalar. Kachorimiz soz holatda ishlayapti. Kachorimizni komplektatsiyasi bilan tanishtiraman. Kachorimizni komplektatsiyasida aqlli miyamiz bor. 3 dona turbo ventilyator hamda gruppa bezopasniyimiz mavjud akalar. Hamma kachorda ikkita ventilyator qo'yiladi. Bu yoqda katta kachor qo'yilgani uchun 3-chi ventilyatorimizni avarniy holat uchun qo'yib qo'yganmiz. Sababi mabodo bu temir narsa, texnika, hech kim bilib olmaydi. Har xil holatda shikast yetib qolishi mumkin. Bitta ventilyatorimiz ishlamay qolganda mana buni yoqib ishlab turish uchun alohida qo'yib berganmiz azizlar. Sistemamiz majburiy sistema bo'lgan. Sirkulyatsiyon nasosimiz ikkita, zapravlash nasosimiz bitta. 3000 kvadrat metr joyi azizlar bitta dona kachol bilan isitilinyapti hozir. Tashqarisini ham bitta qarab qo'yasizlar, mo'ridan hech qanaqangi tutun degan narsa bezovta qilmayapti azizlar. Alohida baho berib qo'yasizlar unga. Akalar, kimga shunaqangi komfortni, ekonomikni, yoqish, ishlatish uchun juda ham qulay bo'lgan kachollar kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat, Teploidel zavodiga kelib, zaявка tashab, ariza qoldirib yoki-da bizga quyidagi nomerlarga telefon qilsalaring, bepul konsultatsiyaga ega bo'lishlaring mumkin azizlar. Azizlar, kacholimiz sizlar qo'llaringga xuddi shunaqangi holatda hamda mana bunaqangi birkalari bilan, zavodskiy birkalari bilan yetib boradi. Eshiklarimiz hammasi germetichniy bo'lgan. Hech qanaqangi tutun degan narsa sizlarni bezovta qilmaydi azizlar. Azizlar, shunaqangi ma'lumotlardan chetda qolmaslik uchun Teploidel YouTube, Instagram sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring shunaqangi ma'lumotlardan yiroqda qolmaysizlar azizlar.